Yaqinda meni Shayxon Tohir Ruvudisiga chaqirishdi. Ikkita odam adashmasam kutib olishdi va suhbat bo'ldi. Siz haqingizda bizga ma'lumot keldi va biz o'sha Instagram ijtimoiy tarmoqdagi o'sha profillaringizni tekshirib chiqdik. Taqiqlangan narsalar bor ekan sizda deb shunaqa deyishdi. Mavzuda gapirgandim, hijob haqida. Ya'ni hijobni yechish moda bo'ldi degan mavzu edi. Yana o'sha Baqara surasini tafsir qilgan paytda o'sha yahudiy millatini so'kkan degan yerda o'sha ayblov bor ekan. Ya'ni hijobga da'vat degan ayblov bor, yana o'sha namoz o'qish haqida gapirganman, shu haqida ekan. Ya'ni shularni gapirish mumkin emas ekan. Ya'ni menda o'sha imom bo'lmaganim uchun, bir diniy bir jabhada ishlamaganligim uchun shuni hisobiga mumkin emas ekan. Ya'ni bitta yo'li bor ekan, uni o'sha diniy qo'mitaga har bitta gapiradigan gapingizni yuborsangiz, ular tomonidan tasdiqlanadigan bo'lsa, ruxsat berilsa, keyin gapirish mumkin. Bo'lmasa mumkin emas ekan. Buni men nima uchun aytyapman? Bu narsani hatto masalan men o'sha taqiqlangan narsalarga aralashmaslik, ular haqida gapirmaslik tarafdori bo'lgan insonman. Dinimizni har xil turli fitnalar bilan buzmoqchi bo'lgan, millat orasida nizo keltirmoqchi bo'lgan, yana boshqa shunaqa bir buzuq bir oqimlarga juda qarshi insonman-da. Agar bir 4 ta yo 5 ta shunaqa juda qarshisi bo'lsa, shu ijtimoiy tarmoqda agar bo'lsa, shulardan bittasiman. Vaholanki unaqasini men hali ko'rmadim. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, barchalaringiz sog' omonmisiz? Bugun sizlar bilan bir narsani bo'lishkim keldi. Bilib qo'ygan foydadan xoli bo'lmaydi inshaalloh, manfaatli. Yaqinda meni Shayxon Tohir Ruvudisiga chaqirishdi. Yaqinda bo'lgan voqea bu. Shu otamiz o'tgan kunlar edi. Shu kunlarmi, o'shandan keyinmi, ertasi kunimidi mehmonlar kelishadigan, ularni men kutib olishim kerak edi. Shu payt qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Biz Shayxon Tohirdan tez kelib keting. Xo'p. Mehmonlarim bor edi, mayli. Bu zarurroq bo'lsa kerak deb bordim. Borganimda u yerda o'sha 3-4 ta odam, ikkita odam adashmasam kutib olishdi va suhbat bo'ldi. Suhbat shundan iborat bo'ldiki, siz haqingizda bizga ma'lumot keldi va biz o'sha Instagram ijtimoiy tarmoqdagi o'sha profillaringizni tekshirib chiqdik. Taqiqlangan narsalar bor ekan sizda deb shunaqa deyishdi. Xo'p. Taqiqlangan narsalar nima ekan degan narsaga bular o'sha skrin qilib papka tayyorlashar ekan, hujjat, va buni o'sha diniy qo'mitaga berishar ekan. Shuni qarab chiqdim, nimalarligini o'qib chiqdim, chunki o'zingizga beradi o'qing deb. O'qiganimda shu bizlar o'sha mavzuda gapirgandim, hijob haqida. Ya'ni hijobni yechish moda bo'ldi degan mavzu edi. Yana o'sha Baqara surasini tafsir qilgan paytda o'sha yahudiy millatini so'kkan degan yerda o'sha ayblov bor ekan. Ya'ni hijobga da'vat degan ayblov bor, yana o'sha namoz o'qish haqida gapirganman, shu haqida ekan. Ya'ni shularni gapirish mumkin emas ekan. Ya'ni menda o'sha imom bo'lmaganim uchun, bir diniy bir jabhada ishlamaganligim uchun shuni hisobiga mumkin emas ekan. Ya'ni bitta yo'li bor ekan, uni o'sha diniy qo'mitaga har bitta gapiradigan gapingizni yuborsangiz, ular tomonidan tasdiqlanadigan bo'lsa, ruxsat berilsa, keyin gapirish mumkin. Bo'lmasa mumkin emas ekan. Xo'p, shunaqa narsa bo'ldi. Va o'sha turar joyimga Yashnobod tumaniga yuborishdi u narsani va u yerdan yana chaqiradi, sizni bezda qilishadi, o'sha bilan borasiz deyishdi. Va 3-4 kundan keyin Yashnoboddan ham chaqirishdi. Bir yigit chaqirib suhbat qildi. Suhbatda u ham shunaqa narsa taqiqlangan narsa bo'lgan ekan dedi. Endi qonun haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bir ikkita narsalarni bilib olishimiz kerak bo'lgan narsalar bor-da. Buni men nima uchun aytyapman? Bu narsani hatto masalan men o'sha taqiqlangan narsalarga aralashmaslik, ular haqida gapirmaslik tarafdori bo'lgan insonman. Va o'sha har xil oqimlariga, o'sha dinimizni har xil turli fitnalar bilan buzmoqchi bo'lgan,
millat orasida nizo keltirmoqchi bo'lgan, yana boshqa shunaqa bir buzuq bir oqimlarga juda qarshi insonman-da. Agar bir 4 ta yo 5 ta shunaqa juda qarshisi bo'lsa, shu ijtimoiy tarmoqda agar bo'lsa, shulardan bittasiman. Vaholanki unaqasini men hali ko'rmadim. Hozircha o'zim bo'lsam kerak buni qarshisi. Qolgani endi haligi bahs bir narsalar qilib pul topish uchun shu asnoda shu nima deydi, maqsadda qarshiligini ko'rsatmoqchi bo'lib, lekin ikki tomonni ham ushlab turib, mabodo u tomon baland kelib qoladigan bo'lsa, u tomonga o'tib olaman degan bir rejalar bilan yuradigan pastkashlar bor ijtimoiy tarmoqda, o'zini ahli ilm deydigan. Shulardagi hisobga olinmaydigan bo'lsa, men o'zim bo'lib qoldim hozir. Bo'lmasam bitta odam bo'lsa kerak. Endi o'tib ketgan shayxlar, olimlar o'tgan, ular endi ustozlarimiz bo'lgan. Xullas kalom, mana shunaqa narsa bo'ldi. Ya'ni shu holatda ham demakki haligi xatolik o'tibdi. Ya'ni hijob haqida gapirishlik mumkin emas ekan. Men uni bilmasdim. Haqiqatdan men uni bilmasdim. Hijobni bu yerda masalan o'sha hijobni kiygandan keyin yechib yuboradiganlarni tanqid qilganman-da men. Umraga boradi-da, keyin qaytib yechib yuboradi. Shular haqida gapirganman. Namozni o'sha osonroq o'qish haqida gapirganman va tabiiy Baqara surasi endi yahudiylar haqida ko'proq. Uni tafsir qilganda hech qachon men bekitmayman u oyatlarni. Albatta tafsir qilaman qo'ldan kelgancha. Balki shunda bir hissiyotga berilib o'sha qaysidir bir millatni so'kib yuborilgan bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalar bo'lar ekanda. Mana shunda ham shu xatolik bo'ldimi? Qonun tomonidan xatolikda endi. Demakki, boshqa har qanaqa odam hissiyotga berilishi tayinli holat va mana shunaqa xatolikni qilib qo'yishligi va javobgarlikka tortilishi mumkin. Men shu narsani ogohlantirish sifatida aytib qo'yapman. Bu xatolikka yo'l qo'ymanglar. Chunki men mana shu narsani bo'ladi deb o'ylab qilgandim. Mumkin emas ekan. Keyin men aytdim, o'sha birinchi Shayxon Tohirda bo'lgan uchrashuvimizda aytdimki, ikkita narsani aytdim. Birinchisi dedim, Baqara surasida mana shu yahudiylar haqida gap bo'ladi. Demak, balki so'kilgandir, boshqa bo'lishi mumkin. Demak, bu millatchilikka o'xshab qoladigan bo'lsa, yana bunaqa yahudiylar haqida yana oyatlar keladi. Yana gapirilsa bu millatchilikka o'xshaydigan bo'lsa, eng zo'r yo'li dedim, o'sha tafsirni men qilmayman dedim. Lekin sizni ham dedim ishtirokchiga, yana sizdan 100 barobar bo'ladigan bo'lsa ham, hech qachon men Qur'ondagi tafsirdagi oyatni bekitib, yashirib, merini aytmasligim kerak deb o'tib ketmayman hech qachon. Borini aytaman. Lekin o'sha borini aytishim fitna bo'ladigan bo'lsa, biz dinimizda fitnadan qaytarilgan. Men o'sha fitnani qilmayman. O'sha fitnani qilmasdan tafsirni qilmay qo'yganim yaxshiroq, fitnaga tushib tafsirni qilganimdan ko'ra. Mana shu holatni, maqomni anglab olishimiz kerak. Ko'pchilik bilmay qoladi shu narsani. Masalan, men birgina mana shu taqiq degan so'zdan keyin tafsir qilmaslikka qayerda ijtimoiy tarmoqda, internetda turib, vaholanki hozir men yozib qo'ygan narsalarim o'sha yarim soatlik tafsirlardan 5-6 ta turibdi. Qilib qo'yganman, chunki adminlar sekin maydalab qo'yishadi bu narsani vaziyatga qarab. Lekin o'sha narsani qo'ydirmadim, qo'ymayman dedim. Chunki men siz ham tafsir qilgan ulug'larimiz, ustozlarimiz hozirgi zamondagi, masalan, otamiz rahmatli Shayx Muhammad Solih Muhammad Yusuf shular bor. Masalan, Abdulaziz Mansur boshqalar o'g'irlab qilishgan-ku otamizdan tafsirni, lekin rostakamiga o'zini harakati bilan qilganlar bo'lgan. Bu endi otamiz va Shayx Muhammad Sodiq, qolganlar hammasi ko'chirmakashlar. Kim bo'lsa ham. Xullas kalom, mana shular qilib qo'ydi-ku. Demak, ularning oldida, hatto shu ko'chirmakashlarning oldida ham meni tafsirim hech narsa emas deb bilaman. Demak, men qilmasam ham hayot davom etaveradi. Men qilmasam ham mendan yaxshi zo'r tafsir qiladigan odam chiqadi. Qilaveradi uni. Faqat ijtimoiy tarmoqda. Ijtimoiy tarmoqda men to'xtataman bu narsani. Lekin men buni kitob qilib yozaman. Men Qirg'iziston fuqarosiman. Men kitob qilib yozaman. O'zbekistonda chiqishini xohlasam diniy qo'mitaga beraman. Diniy qo'mita agar uni o'tkazadigan bo'lsa, tasdiqlaydigan bo'lsa kitob chiqadi. Agar tasdiqlamaydigan bo'lsa Qirg'izistonda chiqaveradi kitobim. Undan oldin shunaqa bo'lib kelgan, Qirg'izistonda ham chiqdi, O'zbekistonda ham chiqdi kitoblarim. Xuddi shu asnoda ketadi. Lekin ijtimoiy tarmoqdan men o'sha tafsirni qilmayman. Ijtimoiy tarmoqdan men o'sha narsani qilmay qo'yiraman. Ya'ni men nimaga qilmayman ekan deb turib fitna qilganimdan o'sha tafsirni qilmay qo'yganim afzalroq dedimda, mana shu holatni men tanladim. Men buni bir ibrat sifatida aytayapmanki, boshqa ishlarimizni ham. Chunki bu yerda tafsir haqida ketyapti gap. Yoki bir diniy gap. Masalan, o'sha diniy gapni ham gapirmayman. Hijobni masalan yechib olish yomon yoki kiyish kerak degan gap bo'ladigan bo'lsa, o'shani men gapirmayman. Masalanda taqiqlangan bo'lsa gapirmayman. Lekin gapirishim kerak bo'lsa, o'sha diniy qo'mitadan ruxsat olish kerak ekan, olib turib gapirishim mumkin. Lekin gapirmay qo'ysam ham bo'laveradi o'sha narsani. Men gapirmay qo'ysam ham bo'laveradi bu narsani.
Chunki bu haqida kitob chiqqan, ustozlar gapirgan, olimlar gapirgan masalanda. Ya'ni gap nima haqida ketyapti? Agar boshqacha bo'lganda taqiq. Masalan, siz namoz o'qir ekansiz. Namoz o'qimang. Siz ro'za tutar ekansiz, ro'za tutmang. Hajga borish mumkin emas, umraga borish mumkin emas, zakot berish mumkin emas. Ana unaqa gaplar bo'ladigan bo'lganda